Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yangilik skuter qidirib yurganlar bo'lsa, bugungi kundagi yangilik skuterlarimizni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Albatta yaxshilab joylashib olib, videoga like bosib kuzatishda davom eting. Mana yoshi katta otaxonlar uchun juda qo'l keluvchi yangilik veloskuterlarimizdan ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda eng qiziqtirgan jihati bu egar qismi hisoblanadi. Juda ham keng holatda va yumshoq ishlab chiqarilgan. Oldingi veloskuterimizda egari velosiped singari edi, qo'shimcha sidinasi bor edi. Bunda esa splashni tushgan akalar. Ana endi yo'lovchiga qo'shimcha oyoq qo'ygichlari va haydovchiga ham qo'shimcha oyoq qo'ygich bilan jihozlangan bo'ladi. Agar zaryadi tugab qoladigan bo'lsa, pedaldan ham foydalanib ketish imkoniyatini beradi. E'tibor beringlar, bu yerda podnoshkasi, ya'ni tiyagichlari ikkitalik bo'ladi. Bitta bu yerda va bunisi ham bo'ladi akalar, oyoq tiyagichlari. Ana endi amortizatorlarga keladigan bo'lsak, ikkitadan 4 ta yumshoq amortizator bilan jihozlangan bo'ladi. Ancha-muncha duqur yamalarni bildirmaydi akalar. Xo'p, bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, oldingi partiyalarda bunaqa duga qismlari bo'lmas edi. Bu partiyalarda dugalari bor. Bu o'zgacha fasad beryapti akalar. Ko'rinishi juda chiroyli holatda bo'ladi. Yana bitta o'zgarishlardan biri, farasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana anchagina katta va 4 ta LED chiroqlar bilan jihozlangan. Bu yana ham yorqinroq yoritish imkoniyatini beradi akalar. Ana endi balonlariga e'tibor beramiz. Balonlari har doimgidek shiroki balon bo'ladi. 8 diskalik, oldi tarafi jiddiy tormozli bo'ladi. Vilkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, vilka amortizator tizimida ham o'zgarishlar bo'lgan akalar. Albatta, qolgan skuterlarga nisbatan anchagina duqur yamalarni sezdirmaydi, yumshoq haydab ketish imkoniyatini beradi akalar. Akkumulyatorlarga keladigan bo'lsak, 20 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Eng kamida 40 km, ko'pi bilan 60 km gacha masofani bemalol bosib o'ta olasizlar. Detskiy, zavodskiy rejimida 25 tezlikdan oshmaydi. Agar sport rejimiga programma qiladigan bo'lsak, 50-55 tezlikgacha tezlatib haydab ketish imkonini beradi. Ana endi eng muhim jihati, motor quvvati 240 vatlik motor bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Orqa balonlarini qulflab ochib yopib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni yosh bolalar haydab ketmaslik uchun. Mana bunday kalitlari bor akalar. Xohlasangiz mejigar yordamida qulflab ochib yopsangiz bo'ladi. Akalar, bularni narxini 5 million so'mdan chiqarib beramiz. Agar obunachilarimiz bo'lsa, oz-noz o'tib beradigan joyi bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xohlovchilar uchun xuddi shunday rangi, mana tomli siniy, qora va mana bunday zangori ranglaridan bo'ladi akalar. Bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli ko'rinishga ega akalar. Xuddi shunday holatda. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkin, skuter qidirganlar bo'lsa, bu yerda barcha turdagi keng assortimentdagi skuterlarimizdan mavjud. Aytaylik, 14 cho'ntakdan boshlanadi, hattoki benzinli tank modellarimizgacha ketadi akalar. Mana bu yoqda benzinlik variantlarimizgacha bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, chegirmadagi bahosi 3 million so'mdan boshlanib akalar, skuterlarimiz 12 million, 12,5 million so'mgacha narxlari oshib boradi. Endi parametrlari aytaylik, 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorlik skuterlarimiz mavjud. Ana endi 14 cho'ntak modelimizga keladigan bo'lsak, mana bunisidan ko'rsatib o'tamiz. Bular Pro variant, ya'ni oddiy varianti emas. E'tibor beramiz. Farqini tushuntirib o'taman. Oddiy variantida baloni узкий bo'ladi, ya'ni обычный holatda. Bu Pro variantlarda baloni oddiyga nisbatan ozgina shirokiyroq bo'ladi. Uchun qizil chiziqlari bor va orqaga yurish xususiyatlari bo'ladi akalar. Mana bu shunday holatda. 4 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 vatt, tezligi Detskiyda barcha skuterlarimiz 25 dan oshmaydigan bo'ladi. Agar sport rejimga o'tkazilsa, 55-60 tezlikgacha ko'tariladigan qilsa bo'ladi. Telefon qo'yish uchun postavkalari bor. Bularni paytida 3,5 million baho aytib kamaytirib berilar edi. Hozirgi chegirmada 3 million so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Deyarli barcha skuterlarimiz o'zini komplektida kaska, jilet, zaryadka, bakovoylari chiqadi akalar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Bu 14 cho'ntak modelimiz. Ana endi kamerani o'zimga bering-da, bir qator ko'rsatib o'taman. Operatorga ham katta rahmat. Azizlar, xo'p, 16 cho'ntak modelimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishimiz mumkin. 14 cho'ntakni tanishtirib o'tdim. Chegirmada 3 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana dastavchi ukalarimiz ham xizmatda, xudo xolasa pochtalar bo'lsa yetkazib olib borishadi. 16 cho'ntak modellarimiz mana. Xo'p, bu Pro varianti, 5 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 vatt bo'ladi akalar. Orqaga yuruvchi xususiyatlari bor. Bitta quvvatida eng kamida 40, ko'pi bilan 60 km masofani bosib o'ta oladi. Buni chegirmada 4 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu skuterlarimizni
har xil ranglaridan bor. Seri, qora, tomli, siniy, zangori, tovlanuvchi ranglardan bo'ladi akalar. Mana bu tarafda 16 cho'ntak modellarimiz. Aytganimizdek, seri, qora ranglari, zangori tovlanuvchi. Mana bu ham seri, mana zangori tovlanuvchi ranglar akalar. 16 cho'ntakni 4 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi, Pro versiyasini. Mana xuddi shunday dastavkalarimiz jo'nash arafasida. Agar sizlar ham zakaz bersanglar, Xudo xolasa Labo yo Damas chaqirib manzilingizga jo'natib beramiz. Va bu yoqdagi mana bitta tomli siniy 14 cho'ntak modelimizni quvalik bir akamiz Rossiyadan turib zakaz berdilar. Xudo xolasa mashina chaqirib uni ham jo'natib beramiz. Xuddi shunday holatda bo'ladi akalar. Endi Tank 5 Pro variantlarimiz, Tank 5 full variantlarimiz mana ko'rishimiz mumkin. Farqi nimada deb ko'pchilik so'rayapti. Tank 5 Pro varianti orqaga yuradigan bo'ladi. Full variant ham orqaga yuradi va baloni ancha katta bo'ladi akalar. Mana farqini solishtirib olsangiz bo'ladi. Ular shiroki katta balon bo'ladi va oldi orqa tormozi jitkis tormozli bo'ladi akalar. Endi narxiga keladigan bo'lsak, paytida 5 million 400 baho aytib kamaytirib berilar edi. Hozirgi chegirmada Tank 5 Prolarimizni 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Tank 5 fullarimizni chegirmada 5 million 200 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Bu esa Tank 5 ni Pro varianti, bu 5 million so'm. Bularning ham ranglari bor, qora bor, zangori tovlanuvchi seri ranglaridan bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Xohlovchilarga mana bu modellarimizdan bor akalar mana. Xuddi shunday. Avval arzonchi modellardan tanishtirib o'tamiz. Duga 5 Pro varianti mana 5 ta akkumulyatorlik, 16 balon 8 diskalik, old tarafi jitkas, orqa tarafi tros bo'ladi. Motor quvvati 240 vatt, 5 ta akkumulyatorlik, bitta quvvatida kamida 40, ko'pi bilan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Ko'rinishi juda ham chiroyli holatda. Paytida Li 9 deb ham atalgan akalar. Mana. Buni ham 5 million 400 baho aytib kamaytirib berilar edi. Hozirgi chegirmada 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu variantlarimiz ko'rinishi mototsiklni eslatib yuboradi. Oldi orqa tormozlari jitkis tormozli bo'ladi. Tezliklari 55-60 tezlikka ko'tarila oladi. 20 dan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi akalar. Xo'p, buni narxini 6 million 800 mingdan qilib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda. JZ, xo'p, 6 ta akkumulyatorli skuterimiz, balonlari ancha katta bo'ladi. Oldi orqa tormozlari jitkis tormozli bo'ladi. Motor quvvati 240 vatt. Bitta quvvatida 40 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor akalar. Tezligi 55-60 tezlikka ko'tariladi. Sidinalari ancha keng. Buni narxini akalar 5 million 500 ming so'm aytamiz. Obunachilarimizga 5 million 400 mingdan qilib beramiz. Ranglaridan bor akalar. Shunday holatda. Ana endi 3 balonlik skuterlarimizda har xil variantlari. Eng kichkina varianti sidinasi oldi orqaga suriladi. Oldida ikkita o'rindig'i bo'ladi. Mana bu o'rindiq ham chiqadi. Orqaga oldiga yuruvchi xususiyatlari bor. Tormozlari qo'lda va oyoqda bo'ladi akalar mana. Buni akalar paytida 600 dollar aytilar edi, hozirgi chegirmada 550 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. Va mana bu variantimiz bor, xuddi shuni katta partiyasi. Orqasida ham ikkita odam o'tirsa bo'ladi, bu yerda bitta haydovchi o'tirsa bo'ladi. Buni ham tormozlari qo'lda ham, oyoqda ham tormozlari bor akalar. Bitta quvvatida 40 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan, narxini 700 dollarga qilib beramiz. Shunday holatda uni qora ranglarimiz. Tepasi yopiq yangilik skuterlarimizdan mana bir kishilik bo'ladi, ya'ni sidinasi oldi orqaga suriladi. Mana buni tepasi yopiq varianti. Mana xuddi shunday holatda akalar. Xo'p, buni narxini mana komfortlariga e'tibor berasizlar. Labovoylarigacha bor, oldiga orqaga yuradi, oldi tormozi jitkisli bo'ladi. Tormozlari qo'lda ham, oyoqda ham bo'ladi akalar. Tepasi yopiq so'raganlar uchun buni 750 dollarga chiqarib beramiz. Seri hamda mana bunday qaymoq ranglaridan bor. Ayol kishilar ham bemalol foydalansa bo'ladi akalar. 750 dollarga chiqarib beramiz. Juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Sidinasi oldiga orqaga suriladi va bu yerdan bitta qo'shimcha sidina ham chiqadi akalar. Xuddi shunday holat. 750 dollardan bu modellarimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Tank 5 Pro ni tanishtirib o'tdik. Chegirmada 5 million so'm. Xo'p, bu velosipedlarimiz 5 million so'mdan mana yangilik modellarimiz. Ana endi ichkaridagi modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Xo'p, ko'rishimiz mumkin akalar. Bu yerda Tank 5 Pro deysizlarmi, Ninja 5 deysizlarmi? Xo'p, Duga 5 deysizlarmi? Barcha turlaridan bor akalar. Eng
Bu yerda parametrlari bir xil. Eng arzon varianti mana bu variantimiz, ya'ni qo'sh fara, paytida legenda bo'lgan 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Xo'p, bitta aybi bor. O'tgan yilgi model hisoblanadi. Akkumulyatori ham o'tgan yilgi bo'ladi, lekin kilometriga garantiya beramiz. 4 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Zuga 5 modelimiz orqaga yuruvchi varianti, tashqarida ko'rsatib o'tdik. Bu qora ranglisi bo'ladi. Bitta quvvatida 40 kilometrdan 60 gacha masofa bosib o'tadi. Xo'p, buni narxini chegirmada 5 million. Xo'p, Ninja 5 larimiz ham parametri bir xil bo'ladi. Bularni ham chegirmada 5 milliondan, Duga 5 larimiz, Tank 5 larimizni ham chegirmada 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Endi ko'p videolarda aytamiz, Ninjani katta partiyasi deymiz. Oldi sahnasi keng va egallari keng variantlarimizdan, orqa korobkalari ham turbicha katta bo'ladi. Akalar, hop, buni 5 ta akkumulyatorligini e'tibor beringlar mana. Balonlari shiroki, oldi orqa tormozi jetkichli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorligini chegirmada 5 million 200 mingga chiqarib beramiz. 6 ta akkumulyatorligini 5 million 500 baho aytib 5 million 400 mingga qilib beramiz. Aynan shu partiyani akalar. Ana endi dastavkada yuruvchi akalarimiz bo'lsa, Monsterga o'xshatib ishlab chiqarilgan mana bunday dastavkaga mos keluvchi skuterlarimiz. Bitta akkumulyatorlari 60 ga 56 amperni tashkil qiladi. Bu yangilik model. Amortizatorlar ikkitadan 4 ta, oldi tarafi jetkiz, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. Ko'ringlar, bu yerda korobkalarni qo'yish uchun maxsus moslamalari bor akalar. Buni narxini $780 ga chiqarib beramiz. Ikkita akkumulyatorli variantini 60 ga 28 amperdan ikkita akkumulyatori bo'ladi akalar. O'sha ikkita akkumulyatori bilan $700 ga chiqarib beramiz. Xuddi shunday holatda. Xo'p, bu tarafda esa 6 ta akkumulyatorli skuterlarimiz, JZ variantlarimiz va Tesla modellarimizdan bo'ladi akalar. Xo'p, yoppasiga narxini aytamiz, 5,5 million so'm deb obunachilarimizga 5 million 400 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Mana. Teslalarimizni farqli jihati orqaga yurmaydi. Balonlari redline balon bo'ladi, xuddi shunday holatda o'zgacha chiroyga ega. Oldi orqa tormozlari jetkiz tormozlik. Endi sidinalariga ahamiyat beramiz. JZlarning sidinalari Teslaga nisbatan ozroq, uzunroq bo'ladi akalar. Va bu yerda Ninjani kattaroq versiyasi, sidinasi ancha keng bo'ladi. 6 ta akkumulyatorligini aytib o'tdik, 5 million 400, 5 ta akkumulyatorligini chegirmada 5 million 200 mingdan qilib beramiz. Lotkali variantlarimiz 5 ta akkumulyatorlik 16 balonlik oldiga orqaga yuradi, kamida 30 km masofa bosib o'tadi akalar. Buni chegirmada $530 ga qilib beramiz. Shunday holatda bitta dona qoldi, ulgurib qolishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, Tank 5 birinchi pozitsiyalaridan, ya'ni orqaga yurmaydigan holati. Xo'p, buni narxini 4 million 900 mingga qilib beramiz. Tank 5 da full varianti 5 million 200 ming so'm, 5 million 200 ming so'm. Qaranglar mana. Full variantini qora rangidan, tomni sin rangidan va zelyonni tovlanuvchi ranglardan bor akalar. 5 million 200 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ninjani mana katta partiyasi, hozir buni ham ko'rsatib o'tdik, qora ranglaridan 5 million 500 ming deb 5 million 400 dan qilib beramiz. Ana endi burgut ko'z modellariga keladigan bo'lsak, mana ko'pchilik уже xarid qilishga ulgurdi, lekin bularimizni farqli jihati ko'rinishi deyarli bir xil, faqat akkumulyatori 20 likdan 6 ta bo'ladi va balonlarida ozgina o'zgarish bo'lgan. Shunga yarasha narx ham arzon bo'ladi akalar. Xo'p, 32 akkumulyatorlik balonlari sakadiskali variantlarimizni $700 baho aytib kamaytirib berayotgan edik. Bu variantlarimizni $600 ga chiqarib beramiz. Xuddi shunday holatda. Va bu modellarimiz bor. 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Hop, bular ham 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bosib o'tsa bo'ladi. Bularning ham narxini $600 ga chiqarib beramiz. Va bu yerda burgut ko'zi ikkinchi pozitsiyasida videolarimizda aytib o'tyapmiz. Bu ham 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan, sidinalari ancha keng, gabarit jihatdan katta bo'ladi. Ko'rinishi mana ancha derski akalar, juda chiroyli holatda. Buni $630 baho aytib boring, yana obunachilarimizga akalar $610 dan chiqarib beramiz. Xuddi shunday holatda. Ana endi aytilmagan skuterlarimiz ham bor. Hop. Bu yerda ko'rishimiz mumkin lotkali skuterimiz. Mana bu ham yangilik model, 14 model bo'ladi. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oldiga orqaga yuruvchi xususiyatlari bor. Bu yerga bitta yosh bolani o'tkazib va kattaroq insonni o'tkazib bemalol haydab ketish imkonini beradi. Sandiqchalari bor akalar. Juda ham qulay bo'ladi. Buni chegirmadagi bahosini $530 dan qilib beramiz. Bu yerda garantiyasi bilan so'raganlar uchun 1 yillik kafolatga ega barcha turdagi Yadeya skuterlarimizdan bor. Narxlari 4 ta akkumulyatorligi $500, 5 ta akkumulyatorli variantlari bor. Hop, bu
610 dollar. 6 akkumulyatorli katta modellarimiz 750 dollar. Xo'p, eng katta modelimiz 1050 dollarga chiqadi va naryoqdagi katta orqasida odam o'tiradigan skuterimizni yaqinroqdan ko'rsatamiz. Buni akalar hop 950 dollarga chiqarib beramiz. Orqa tarafi ham ancha keng bo'ladi. Mana xuddi shunday holatda. Mana akalar. Ana tepasi yopiq variantlari Yadea firmasiniki bo'lsa, bularimizni 1200 dollardan chiqarib beramiz. Buni tanishtirib o'tdik, 700 dollardan chiqarib beramiz. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Xo'p, kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Endi tashqarida katta gabaritli skuterlarimiz qoldi va mana bu modelimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana juda ham chiroyli holatda ayollar ham haydasa bo'ladi. Xuddi narigini tepasi yopiq varianti. Ichki taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Sidinalari ancha keng bo'ladi, yog'ingarchilikda ham bemalol haydab ketish imkonini beradi. Tormozlari qo'lda ham, oyoqda ham bor, rushnoylarigacha bo'ladi. Xo'p, buni narxini akalar 1000 dollarga chiqarib beramiz. Toychoni turishini qaranglar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Mana xudo xolasa mana bu tarafda ham mijozlarimiz skuterlarni ko'rishyapti. Katta model, kichkina model barchasidan bor. Bu yerda hop 14 cho'ntak modelimizda terilish jarayoni ketmoqda va 300 kilolik model so'raganlar bo'lsa, yangilik 300 kilolik modellarimiz akkumulyatorlari 53 talikdan 5 ta bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Orqa tarafi xuddi shunday katta bo'ladi. Buni orqa o'rindig'i esa mana bunday bo'ladi. Oldiga qarab o'tirmaydi, aksincha mana bu orqaga yotadi. Orqaga qarab o'tirib ketadi yo'lovchilar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Akalar, buni narxini 900 dollarga chiqarib beramiz. Xuddi shunday holatda. Ana endi 200 kilolik stakanchik modellarimiz orqasiga 200 kilogacha yuk yuklasa bo'ladi va sidina qilib haydab ketsa bo'ladi. Mana buni ko'tarib qo'ysak, ikkita odam o'tirib ketish imkonini beradi va mana bunday aravacha qilib olib ketsa ham bo'ladi. 32 likdan 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan akalar. Buni narxi paytida 800 dollar edi, hozirgi chegirmamizda 700 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. Va mana bunday velosiped variantlarimiz ham bor. Mana orqasida ikkita yoshroq odam yoki bitta katta inson o'tirib ketish imkonini beradi. Amortizatorlari juda ham yumshoq holatda bo'ladi. Haydovchi va yo'lovchi uchun qulay joylar. Agar sidinasini yotqizib qo'yadigan bo'lsak, mana yotqizib ham ko'rsatib beramiz. Mana bunday telechkasi bo'ladi akalar. Old tarafi 20 ballon, orqa tarafi 18 ballonli bo'ladi. Akkumulyatorlari 20 likdan 5 ta. Bitta quvvatida xudo xolasa 40 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Buni narxini akalar 600 dollar baho etib sotilar edi. Hozirgi chegirmada 570 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. Akalar, eng muhimi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Agar musofir yurtda bo'lgan akalarimiz bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa barcha turdagi skuterlardan dastavka qilib beramiz. Faqat dastavka pulini to'lab olsanglar bo'lgan akalar. Agar xohlovchilar bo'lsa, mana bu mijozlarimiz singari o'zingizlar kelib, bemalol haydab, sinab ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Demak, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar va albatta salomat bo'linglar. Videomizga like bosib ketishni unutmanglar. Ko'rishguncha.